Hamsayon. İsmet jil bo'lding ya. İsmet nimaga kelding? Bir ishim bor-da, shunga bir aytchi. Ha, dadam ishi bor-chi, aytchi. Ha, ishing bo'lsa yur, mehmonxonaga kirib gaplashamiz. Aytaman, ketamanman. Ha, mehmonxonaga ketamiz biz. Ha, mehmonxonaga kiringlar. Qamir kelibsan hamsa. Mehmon emas bizda. Dada, Samak mana mehmonxonasini zo'r qilibdi. Stollarni ham, idish-tovoqlarni ham. Ha, shuning uchun mehmonxonaga olib kirdida. Nardon kartoshka to'ytirgan. Endi o'tsa gapim aytib ketayman. Ha, qira ketasan İsmet. Gap qo'y qani. Qanday bu stol ustilim senga yoqib turibdimi? Sen o'yingda yo'q-ku, shunga bir. Shuni men gilamda yotibmish. Endi bu gilamni ham yangi oldim. Senga ham maqtanmoqchiman, to'g'risi İsmet. Sen o'yingda yo'q-ku bundan. Shunga. Sen o'yingda ko'rpachangdan zo'r bu gilam. Qanday? Gapim aytib ketay. Gaping ola aytasan, ket otangga to'xtaqan, ol yana bir ikkita yar narsalar bor maqtish. Ay İsmet, bu mebellarim bilan gilamlarim qayerdan olganimni so'ramaysanmi? Qayerdan olding? Aytdim men. Tuva, yuravering dadam, men o'zim bilaman, olib boraman shu yoqqa. Yur qancha. Dadam mana Rustam akim hamma narsalarni ana shu yerdan olganlar, Aksodan. Yuring siz ichkarisini ko'rsataman. Yur qan. Mana dada, Akso magazinda uy ro'zg'ori barcha kerak bo'ladigan narsalar bor. Maishiy texnika deysizmi, divan deysizmi, spalni, hamma narsa bor. Undan tashqari gilamlar ham bor bu yerda. Metrajlik tayyor gilamlar bor. Shundan o'yimiz oladi bizlar ham shu yerdan narsa. Pul yo'q-ku bacham. Bu yerda 3 oydan 12 oygacha muddati to'lovi ham bor, foizsiz. Rostdan. Ha? Olamiz unda, yur qan. Yuring qan. Yur qan. Ana bacham mishka oldik, zo'r ekan. Mana qarang shu uyda shu 15 ming so'm pul yo'qdim dada, shuni ham bo'lib to'lash oladilar. 1000 so'mdan tushigan 15 oya. Tushunding, zo'r bu. Olamiz. Ketdik. Bitta o'z mishka oldilar ham tirishadilar-da. Manzil Shersak bozori yonida mana, aksi. Hamma bilaveradi.